Bachadon fibromiomasi sizga biror erkak yoki eringiz tomonidan yetkazilgan haqoratni saqlab tom ma'noda ko'tarib yursangiz va kechira olmayotgan bo'lsangiz, unda ehtiyot bo'ling. Bachadon o'smasi bu erkaklarga nisbatan to'plangan shikoyat va alamlar o'tgan alamlarni doimiy ravishda miyada aylantirib yurishdir. Siz doim ayollik nafsoniyatingizga zarba berib kelganlar deb hisoblaysiz. Siz ko'pincha o'zingizda ayol sifatida yozg'irasiz va doimiy erkaklarni ayblaysiz. Mening oldimga shifokor gomeopat sifatida tez-tez bachadonda o'sma paydo bo'lgan ayollar keladi. Hozirgi meditsinaning bisotida bu kasalliklarni davolaydigan vosita yo'q va amalda miomasi bor bachadon barcha ayollar operatsiya qilishni taklif qiladilar. Biroq hamma ham shunday muhim a'zosidan ajralishni istamaydi. Buning ustiga operatsiya bu davolash emas. Operatsiya yo'li bilan davolashda kasallikning sababi bartaraf qilinmaydi. Bir necha yil davomida men davolash uchun faqat gomeopatik vositalardan foydalanib keldim. Natijalardan mamnun edim. Ayrim hollarda o'smaning to'liq so'rilib ketishiga erishardim. Boshqalarida sezilarli darajada kichrayishiga, davolashga ong-osti aql bilan ishlashni qo'shib, to'g'ridan-to'g'ri kasallikning sababini bartaraf qila boshlaganimda esa barcha jarayonlar ancha tezroq va samaraliroq kecha boshladi. Mana hozir ham oldimda 40 yoshlardagi ayol o'tiribdi. Unga 1 yil oldin diagnoz qo'yganlar, bir necha marta operatsiya qilishni taklif qilganlar. Mening huzurimda qachondir muvaffaqiyatli davolanganlar tanishdan men haqimda eshitib, gomeopatik davolash usulini sinab ko'rishga qaror qilgan. Men unga dori tayyorladim, ularni qanday ichishni tushuntirdim. Ayol ketishga shaylayotgandek edi. Men uni to'xtatdim. To'xtang, axir biz eng asosiy narsa haqida gaplashmadik. Nima haqida? So'radi u taajjublanib. Qanday? Nima haqida? Axir har qanday kasallikni davolash uchun uning sababini bartaraf qilish kerak-ku. Fikrimga qo'shilasizmi? Ha, rozi bo'ldi u. Biroq yuz ifodasini undan nima istayotganligini yaxshi tushunmayotganligi ko'rinib turardi. Kasalligingizning sababi haqida o'zingiz nima deb o'ylaysiz? Bilmayman, dedi u. Men bu haqida hech qachon o'ylab ko'rmaganman. Kasalligingiz haqida umuman nima deb o'ylaysiz? Unga qanday munosabatdasiz? Ha, endi u menga xalaqit beradi. Men undan tezroq xalos bo'lishni istayman. Bilasizmi, shunga ishonch hosil qildimki, odamlar hayoti jarayonida o'z-o'ziga kasallik yaratadi. Fikringizga to'la qo'shilaman, tasdiqladi mijoz. Biroq qarang, nima kelib chiqyapti, dedim men. Siz ongli darajada sizda bachadon miomasi bo'lishini istashingiz ehtimoldan uzoq. Hozir ham u sizga xalaqit beryapti. Biroq ong-ostingiz boshqacha o'ylaydi. U sizda o'smani o'stirgan. Aminmanki, u buni sizni tezroq qabrga tiqish uchun qilmagan. Unda nima uchun? So'raydi u qo'rqib. Balki siz o'zingizga ayol sifatida e'tibor berishingiz va o'zingizni ma'lum fikr va tuyg'ularni o'zgartirishingiz uchun bo'lsa kerak. Nega endi bu haqda ong-ostining o'zidan so'rab bilmasligimiz kerak? Keling, hoziroq ong-ostingiz bachadon o'smasini o'stirgan qismiga murojaat qilib, qanday fikr va tuyg'ular uni
buni qilishga majbur qilayotganini bilib olamiz. Murojaat qilishga hojat yo'q, dedi ayol. Men shundog'am bilaman. Siz gapirayotganlaringizga men o'z-o'zimdan javob olib bo'ldim. Menga ham ayting. Iltimos qildim undan sabab. Erimda, eringizdami yoki sizning uning fe'l-atvoriga munosabatingizdami, so'radim undan. To'g'rirog'i, mening munosabatim, biroq aytingchi, so'radi u mendan, ko'ziga yosh olib. Aqli rosa ayol, erining ichishi, janjal chiqarishi, haqoratlanishiga qanday munosabatda bo'lish kerak? O'zingiz aytganingizdek, aqli rosa ayolning ham eri aqli rosa bo'ladi, javob berdim men. Biroq er aqli noraso bo'lsa, undan o'zini aqli raso deb hisoblaydigan ayol erining mastlik bilan qiladigan qiliqlariga yillab chidash, alam yig'ish va shikoyat qilish o'rniga ko'ngliga murojaat qilib mantiqiy bir savol berish kerak. Men o'zi nima uchun buning hammasiga chidab kelyapman? Mening o'zimdagi qanaqa narsa, qanday fikrlar va qanday fe'l-atvor bunday erkakni hayotimga jalb qilgan? Biroq axir men uni sevardim, dedi ayol. U esa mendagi muhabbatni o'ldirdi. Ba'zan odamlar sevgiga hech qachon aloqasi bo'lmagan narsani sevgi deb ataydi. Bundan tashqari o'z-o'zingizni sevmaysiz. Injilda nima deyilgani yodingizdami? Yaqin kishining o'zingni sevganingdek sev, o'zingni sevganingdek. Darvoqe, otangizga munosabatingiz qanday? So'radim mijoz ayoldan. Bilasizmi, u ham ichishni yaxshi ko'radi va onamga yomon munosabatda bo'lardi. Ana endi o'ylaymanki, ayol sifatida qalbingizda yashayotgan o'zingiz va erkaklar haqidagi fikr-tuyg'ular bolaligingizdan shakllangani va shunday erkakni hayotingizga jalb qilganini tushunayotgandirsiz. Endi men nima qilay? So'radi ayol. Keyin biz yana bir soatcha kasallik sababi ustida ishlaymiz. Men ayolga uyga vazifa beraman va biz bir oyga ajralishamiz. Bir oydan so'ng u qabulimga keladi. Uning kayfiyati, kiyinishi, turmagi, unda o'zgarishlar sodir bo'lganini aytib turibdi. Bilasizmi, dedi u menga quvonch bilan. Qornimning ostidagi og'riqlar butunlay to'xtadi. O'z ustimda ertalab 1 soat va shuncha vaqt ishladim. Kechqurun ham ishlayapman. Erim ham yaxshi tomonga o'zgarayotganini sezyapman. 1 oy davomida ichkilikka og'ziga ham olmadi. Keling, davolashni davom ettiramiz. Yana 1 oydan so'ng u menga telefon orqali xabar berdi. Doktor, mana sizga quvonchimning baham ko'rish uchun qo'ng'iroq qilyapman. Kecha ginekolog va onkolog huzurida bo'ldim. Meni ro'yxatdan chiqarishdi. O'zi bachadon butunlay sog'lom ekanligini ko'rsatdi. Sizni tabriklayman deyman unga. Biroq balki o'tmishga qaytarsiz, balki siz u yerda o'zingiz uchun biror muhim narsani qoldirgandirsiz. Yo'q, qo'ysangiz, javob berdi ayol. Menga hozir ahvolim yoqayapti. Erim bilan munosabatim ham butunlay boshqacha.